Brat, Yan ko'zing qaraysan. uzrdo'm ana bir. San So'kin tashlamay. nima bo'ladi? So'kinganingizga qanaqa shtratoringiz bilasizmi? Tepilamisan. Nima farqi bor sizga? Mayli, mayli. Shunday. Ha, endi haqorat qilgan har bir so'zingiz uchun jarima to'laysiz. Har bir kishiga o'ylash uchun miya berilgan. Arzimagan sabablarni deb bir insonni haqorat qilib, keyin esa ham asabingiz, ham hamyoningiz zarar ko'rinishini istamasangiz, tilingizga ehtiyot bo'ling. Haqorat bu shunchaki so'z emas. U boshqa insonning sha'ni, qadr-qimmatiga qilingan tajovuzdir. Biz o'tkazgan so'rovnomada ishtirok etgan yurtdoshlarimiz orasida o'zi shunday vaziyatda bo'lsa-da, qo'shnichilik yoki qarindoshchilik deya tegishli organlarga bergan arizasini qaytarib olishga majbur bo'lganlar borligining guvohi bo'ldi. Ikkita shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitganlik uchun 15 million so'mgacha jarima belgilanishi mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda odamlar fikr bildirishda ehtiyotkorsizlik qilishmoqda. Biroq tarmoqlardagi erkinlik bizga boshqalarni kamsitish yoki haqorat qilish huquqini bermaydi. Misol uchun, bir necha oy ilgari jurnalist Dilfor Sotboldiyevaning tarmoqlardagi sahifasiga nisbatan yozilgan haqoratli so'zlar yuzasida bo'lib o'tgan sud jarayoni. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi bilan ish haqining 10% davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil muddatga axloq tuzatishlar jazosi tayinlansin. Haqorat bu nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy va huquqiy muammo. So'z bilan emas, muloqot, sabr, tushunish bilan muammoni hal qilish bu haqiqiy madaniyat. Bu kun Guli Ahmadova, Bekzodjon Zokirov, Tolmos Toshpo'ltayev, Toshkent.